Tani'nin cevabını anlagan So'rin ko'ngli bir qisman bo'lib qoldi. Tavba adash, u Sharlixonni juja qilyapti. Vay adaş sen o emas. Emsi u kim? Men kim? Bu zodi kim bilelmi? Adaş men sana desem sen bir xil bentay yop qapsan. So'rinning qilisiga tuyuqsiz bir aql keldi. To'g'ri. Har qanday qiz bola ma'lum ish bo'lsa ish bo'ladiki, hargiz shousiga ushunmaydi. Yaponiya ko'tsiga opirib, shousidan birini appasan, xo'shal bo'lib ketsa ajab emas. Deb atsi Yaponiya ko'tsidagi faoliyatga qatnashgani bordi. So'rin bir pangzining sahnada haqlarni ko'tarib, aql totqinni ko'rib, "Voy, mening bir aql qo'ysanlar bo'ladi, yaqinda yog'shin chin bahogo" dedi. So'rin oldidagi bu mo'chiltosh qizil kusar kiyib olgan pangzini ko'rib, ichidan suyunib ketdi. Aka xapolmay mening bir aql qo'ysangiz bo'pti-ku. Ko'tarib, "Bu aql qo'ysangiz." Makila, fukam makila. Oy. Makila. Bak. Meke bak. Aeroplan geldi. Aeroplan uçtu. Vay sadğan kete yana bir ışıkkını o aqib qo'ysangiz bo'pti-ku degan So'rin yaponlikqa esilib bilib buni o'rgatib soladi. Ladies and gentlemen, mana yaponlikni o'rgatib, mishi qilib etdi. Bu ishdan xabar topgan ayoli qattiq xapalab ketdi. Nima qilganingiz bu? Ha? Oshtamı qilamsiz? Nima degan xatarlik ish bu? Zo'lab injiqlaverib, yerilib ketsa qanday qilasiz? Tanining ko'ngliga ayon edi. Bu ishlarning hammani So'rin Tanini xush qilish uchun qilayotgan edi. Lekin Tanining ko'ngli ko'tarilmadi. Chunki Tani bu muhabbatga arzimayman deb o'ylaydi. Atsi Tani datsining jasadgul qochilangan qochiga tomoqni silib, So'rinning sherikiga apu so'rg'ini bordi. Hamda yo'g'on bir varaqqa chiroyliqcha hindistoncha qilib, "I'm sorry" deb yozib qo'ydi. Oyoqdan duyibchi deb qo'yib, oyoqdan ichi metaldab o'tiran bo'lgan bu ko'z ko'r xotin oxiri Sharlixonni izlab boradi. Bu ishdan xabar topgan So'rinmi darhol yosinib, naq maydonda paydo bo'ladi. Xanam, kep qapsiz-ku, ha? Men sizga bir gapni qilib keldim. Sharlixon. Va eni. What? Rast eni. Gaplardan ta'sirlangan Sharlixon uni chimmini quchoqlab oladi. Men ap qechib ketdim. Shiroq-shiroqlarga xuddi Hindiston filmidek ap qechib ketdim. So'rinning beshiga qattiq g'am tushdi. Atla. Adash, o'zimning xotinimni o'zim tanishib ketaymanmi? Atsi Tani o'zining baxtini tilayotgan chog'da jiroqdan So'rin xuddi yangi xizmatga chiqqan qassobdek menga keladi. Kichigidan tortib qo'y go'shiga amroq bo'lgan Tani yo'ldishining bu qiyofatini ko'rib, yuraklari o'ynab ketadi. Ko'zni yumib ochqicha musobaqa vaqtimi yetib keladi. Kichigidan boshlab homilalikni yeb cho'ng olgan bu kayfiyati turaqsiz lingiltaq qiz bola Sharlixonni chaqirib, ko'ngdagi gapni yana bir qitim deydi. 对不起，爱说了，我的老公帮帮的。 Nima deysiz Sholiva, o'zingiz qochma degan ya. Tani Sharlixonga shu o'zining qadrini qilayotgan qadrli insonning qadrsiz bo'lib qolishini xohlamaydiganligini aytadi. Hamda baxtli bo'ling deb asta ketib qoladi. Bu gaplarni ko'tarilmagan Sharlixon qo'ltig'ini qattiq bir purib etib, masligini yeshib, yo kulish yo yig'ilishini bilmay asta ketib qoladi. Musobaqa vaqtida Sharlixonning kammaydiganligi ko'ngliga ayon bo'lgan Tani musobaqani to'xtatishni talab qildi. Lekin o'ylamagan yerdan ishning uyqudan So'rin xuddi kanat qodirdek asta minib chiqadi. Endi yangsini ko'zitib bir jon o'ynaydi. Musha har bir harakatlarda esiga olgan Tani asli o'zining yo'ldishining Sharlixon ekanligini tushunib yetdi. Hamda yo'ldishining o'zi uchun qanchalik qurbonlik qilganliklarini tushunib yetdi. Mana muhabbat tushunish ham qurbonlik berishdir. Hargizmi bir taraflama ko'chilab ilaverish emas. Hikoyamiz mushaga kelib oxirlashdi. Tani bilan So'rin haqiqiy baxtli bir juftlardan bo'ladi. To'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsanglar 22 saloniga a'zo bo'linglar.